Ko'pchilik o'ylaydi, xususiy klinikalarning narxi qimmat. Rostdan ham shunaqami? Hozir Iris Ko'z klinikasini rahbaridan javob olamiz. Assalomu alaykum. Ahlor aka, sizga savolim bor edi. Xususiy klinikalarning narxi rostdan ham qimmatmi? Bu juda katta mavzu. Keling, o'tirib bemalol gaplashamiz. Xo'p, bo'ladi. Xususiy klinikalarda narx qimmat bo'lishi mumkin, lekin bizda qimmat emas. Men bilgan boshqa xususiy klinikalarda ham narxlar juda qimmat emas. O'rtacha davlat больницалarining narxiga raqobatdosh hisoblanadi. Bizda birinchi ko'rik 150 ming so'm. Endi bu 150 ming so'mning ichida nima tekshiruvlar bor? Ya'ni hali bo'lib mas'ul bitta qilib olinadi bemordan. Shunday kelganda bemor 150 ming so'm ko'rikka to'lov qilinadi. Buning ichida nimalar bor deyilsa, ko'z bosimini o'lchash, avtorefraktometriya, ko'zni biomikroskopda, ya'ni shilovoy lampa deymiz, shilovoy lampada uni ko'rishlik, ko'z tubini ko'rishligi va ko'rish o'tkirligini tekshirish jadval bilan, keyin ko'zoynak tanlash. Mana shu ishlarni hammasi shu ichida va oxirida vrach bularni xulosa qilib turib, unga maslahat beradi. Tashxis qo'yadi va davolash muolajalarni qiladi. Shular hammasi bitta to'lov qilganligi uchun 150 ming desa odamlar ensasi qolishi mumkin, lekin boshqa bansalarda ham bu narsani boshida misol uchun 70 ming olishi mumkin, keyin 10 ming anonga to'lab keyin 30 ming manonga to'lab keyin deb maydalab oladi. Shu tomonlari ham bor. Aka, shu yerda savol tug'iladi. Hozir sanab bergan 5-6 xil tekshiruv emas, faqatgina bitta yoki ikkita tekshiruvga ehtiyoj bor bemorlar kelsa ham 150 ming so'm to'lov qilishadimi? Yo'q, bunday emas. Misol uchun ko'zlarda shabodalash bor bo'lgan bemorlar kelsa, ularga mana shu tekshiruvlarimizni deyarli yarmi yo'q bo'lib ketadi. Qolgan yarmiga ular 100 ming so'm to'lov qilsa yetadi. Agar bolalar bo'lsa, bolalar 70 ming yo 80 ming to'lov qilish mumkin holatdan kelib chiqib turib. Bundan tashqari imtiyozli bemorlarga chegirmalar qilib beramiz 20% dan 50% gacha. Va shunday hattoki shunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bemorlarni bepulga ko'rib qo'yishimiz ham mumkin. Xalqimiz shu bitta joyga ahamiyat berish kerakki, xususiy klinikalarga to'lanib turgan pullar bu klinikaning rivojlanishi uchun, moddiy texnik bazasini, apparaturalarini yangilash uchun sarflanadi. Hech e'tibor berganmisiz? Qaysidir doktor milliarder bo'lib ketibdi, boy bo'lib ketibdi deb. Yo'q. Doktor topgan pulini nima qiladi? Shu xalqqa qaytarib beradi. Mana shu ko'rib turgan klinikalarni ham xalqni puliga, ya'ni mijozlarimiz bizga 2018-yilda arendadan ish boshlaganmiz. O'sha yerda ularga xizmat ko'rsatib, Alloh berib, mana shu to'lagan pullaridan Alloh berib mana shu klinikani tashkil qildik. Ya'ni sharoitni yaxshiladik. Mijozlar uchun o'sha Toshkon standartlariga javob beradigan holatdagi texnik bazalarni tayyor qilib qo'ydik. Mana kuni kecha bitta bemor keldi. Ko'zini tubida insult bo'lgan. Ya'ni ko'ruv nervi insulti. PIN deymiz biz. Mana shu bemor noto'g'ri tashxis bilan kelyapti. Ukol qildirishim kerak ekan, 1 million so'mga ko'zimga meni shu nima qiling deyapti. To'lov qilgan orinib turibdi. Haqiqatda buxgalter bo'lib ishlar ekan. Endi shuni biz 350 ming so'mga hamma tekshiruvlarni qilib va to'g'ri diagnoz qo'yib va to'g'ri muolajalar yozib berdik. Agar shu bemor Toshkentga borib turib, tekshirtirib, diagnoz yozdirib, davolarni yozib kirib kelganda kamida 2 million so'mga tushardi. Yoki 1,5 million so'm. Shu xarajatlar oldi olindi. Shundan keyin ham xususiy klinikalar qimmatmi? O'ylab ko'ring.